pletimizni o'rtasidan to'qishni boshlaymiz. Oq ip olamiz. Xohlasanglar o'zingizlarni xohlagan ipinglarni olishinglar ham mumkin. Men o'sha bazaviy oqni tanladim. Xo'p, kalsiy amigurumidan boshlaymiz, ya'ni dumaloq shakldan boshlaymiz. Agarda sizlar shu kalsiy amigurumida qilishga qiynalsanglar yoki da bilmasanglar, oddiy zanjirdan dumaloq qilib, dumaloqni ichiga to'qisanglar ham bo'laveradi. Xo'p, kalsiy amigurumi qilib 3 ta zanjir olamiz va dumalog'imizni ichiga 12 ta nakid bilan ustun to'qiymiz. Uchta, to'rtta, agar kalsiy amigurumi qilgan bo'lsanglar, mana buni tortsanglar, o'zi dumaloq shaklga kelib qoladi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, endi birinchi qatorimizni to'qib bo'ldik. Ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorni boshini topib, соединительная петель, ya'ni ulash qilamiz. Qaranglar. O'tkizdim va yana o'tkizdim. Mana shunda tekis dumaloq shakli bo'ladi va har qatorda shuni qilishinglar kerak bo'ladi. Ikkinchi qatorni to'qishda davom etamiz. 3 ta zanjir olamiz. Va har bitta ustuni ustiga 2 tadan ustun to'qib chiqamiz. Ya'ni 12 ta ustunimiz qatorimiz oxirida 24 ta bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, 2 ta bitta ustuni ustiga. Mana bu ikkinchi qo'shimchamiz. Shuna qilib, ikkinchi qatorni oxirigacha to'qib chiqamiz. Ikkinchi qatorimiz ham tugadi. Endi uchinchi qatorni boshlaymiz. 3 ta zanjir olamiz. Endi kombinatsiya qilib to'qiymiz. Ya'ni bitta ustun va qo'shimcha, ya'ni добавка 2 ta ustun. Va bitta zanjir olamiz. Va xuddi shu kombinatsiyani shu 3-qator tugaguncha to'qishimiz kerak bo'ladi. Zanjir. Mana ko'rib turganingizdek, bitta oddiy 2 ta добавка, ya'ni bitta ustun ustiga 2 ta va bitta zanjir. 3-qatorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi 4-qatorimiz boshlanishida ham 3 ta zanjir olamiz va 2 ta ustun to'qiymiz. Va bu yerga pribavka qo'shimcha qilamiz. Va bitta zanjir olamiz. Mana endi qolganini o'zingizlar to'qirasizlar, ya'ni shu tarzda. Ya'ni har bitta qatorda bittadan ustun ko'payadi va har bitta qatorda sizlar shu oxirida qo'shimcha, ya'ni добавка qilishinglar kerak bo'ladi. Va bitta zanjir olasizlar. Va e'tibor bersanglar, mana 1 2 3 qo'shimcha, 1 2 3 4 qo'shimcha, 1 2 3 4 5 qo'shimcha. Ya'ni shu tarzda kattayib ketaveradi. Va xohlagan razmeringlarni to'qisanglar bo'ladi. Xohlagan yeringlarda to'xtasanglar bo'ladi. Men 20 ta ustungacha to'qiganman mana. 20 ta bo'lgan va oxiriga mana qo'shimcha qilib tugatganman. O'zingiz xohlagan razmergacha to'qisanglar bo'ladi. Menga shu yetarlikligi uchun shu yerda to'xtadim. Agar kattaroq xohlasanglar, avval tushuntirganimdek, bitta qo'shimcha to'qib kattaytira olasizlar. Endi hozir pletni
rangga o'zgartirishni ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turibsiz, qatorimizni boshiga hali ulaganim yo'q, sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p, mana oxirgi qator, qo'shimcha qiladigan qatorimiz ko'rsatib beryapman. Shu oxirgi qatorda o'tkazganimizdan keyin polni o'tkazmaymiz, ya'ni shu ikkita dona qolish kerak petel. Keyin o'sha xohlagan rangingiz, endi hozir biz barg qilamiz, o'tkazamiz. Ozgincha qoldiramiz bu yerda. Xohlasanglar cho'ksanglar ham bo'ladi, lekin shu usulda qilsanglar bilinmaydi, ya'ni chiroyliroq chiqadi. Xo'p, o'tkazgach qatorimizni boshiga ulaymiz соединительный petel bilan. Ulagach, avvallari 3 ta qilayotgandik. Hozir endi bitta zanjir olamiz. Bitta zanjir olib, xuddi o'sha olgan yerimizga kiramiz. Va ko'rib turganingizdek, mana bu ikkita qoldiq ipimizni ham o'rtasiga qo'shib to'qiryapman. Buni keyin chukib qo'ysanglar bo'ladi yoki bekitib, yashirib ichiga tikib yuborsanglar bo'ladi. Bu sizlarning xohishingizga qarab. Xo'p, 4 ta zanjir olamiz. 4 ta zanjir olib, bitta, ikkita ustun tashab, uchinchisiga to'qiymiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta olib, ikkita tashab, uchinchisiga to'qiymiz. Yana bir marotaba ko'rsatib qo'yaman. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta zanjir olib, ikkita ustun tashab, uchinchisiga to'qiymiz. Ya'ni shu usulda mana shunaqa oralari ochiq qoladi. Shu usulda shu qatorimizni polni to'qib chiqamiz va keyingi qatorda keyin tushuntirib beraman. Ko'rib turganingizdek, qatorimiz ham tugadi. Qatorimizni yakunlaymiz. 1 2 3 4. Shu boshida boshlagan ustunimizga соединительный petel to'qiymiz, ya'ni olib o'tkazamiz. Endi yangi qator. Mana bu oraliqqa bitta ustun to'qib olamiz va 4 ta zanjir olamiz. 4 ta zanjirda ikkinchisiga соединительный petel to'qiymiz. Va yana 2 ta zanjir olamiz. Va xuddi o'sha oraliqqa yana bitta ustun to'qiymiz. Ko'rib turganingizdek, xuddi shu kombinatsiyani shu qatorimiz tugaguncha to'qib chiqamiz. Yana bitta ko'rsatib beraman. Oraliqqa bitta ustun to'qiymiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta zanjir olib, ikkinchisiga соединительный petel to'qiymiz. Bitta, ikkita zanjir olib, xuddi o'sha qatorga ustun to'qiymiz. Ko'rib turganingizdek, shunday shakl bo'ladi. To'qib chiqqaningizdan keyin keyingi qatorda ko'rishamiz. Ko'rib turganingizdek, predimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Hozir gulini to'qisak, уже predimiz tayyor bo'ladi. Men qizil pryaja ishlatishga qaror qildim. Самый bazaviy. Agar boshqa rang xohlasanglar, ishlatishingiz mumkin. Xo'p, hozir buni qanday to'qishni sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu yerini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerini. Mana shu yerlarga to'qiymiz hozir va biz oralaymiz, ya'ni чередовать qilamiz. Bu yerga to'qisak, bu yerga to'qiymiz, bu yerga to'qisak, bu yerga to'qiymiz, ya'ni bitta tashab to'qiymiz. Men bu yerga hozir to'qib ko'rsatib beraman. Qizil prajamizni olamiz.
ozgincha qoldiramiz orqasidan. Xohlasanglar cho'g'sanglar bo'ladi. U sizlarning xohishingizga qarab. Men bunday o'tkazib mustahkamlab olaman. Xo'p, mana shu zanjirdan boshlab 14 ta zanjir to'qishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ikkita zanjirni tashlab, 3-zanjirga bitta ustun taqaymiz. Ya'ni двойной ustun. Keyingi zanjirga ikkita taqaymiz. Ya'ni bitta zanjirga 2 marotaba. Ko'paytirish desak ham bo'laveradi. Xo'p. Uchinchisiga 3 ta taqaymiz. Ya'ni bitta zanjirning ichiga 3 ta двойной ustun. Va mana shu narsani shu polni qator tugaguncha kombinatsiya qilamiz. Bitta to'qiymiz, ikkita to'qiymiz, uchta to'qiymiz. Buni balkim chalg'ib ketishinglar mumkin deb polni ko'rsatib berishga qaror qildim. Bitta to'qidim, ko'rdinglar. Endi ikkita qo'yaman. Plet og'irligiga juda ham qiyin bo'lyapti ko'tarib to'qish. Va uchinchisiga 3 ta to'qiyman. Mana endi to'qib bo'lgach, bularni biz mana bunday tarzda to'playmiz. Mana va shunday qilib qatirib chiqamiz. Ozgincha qoldirib, уже qirq o'rsalar ham bo'laveradi prajani. Endi hozir shu yerga ignadan o'tkazib, gulimizni har taraflama qatirib tikib qo'ysanglar bo'ldi. Shunaqa qilib gulimiz shunaqa oson usulda to'qiladi. Shunday qilib master-klassimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.